La'natlangan orol filmining mazmunini aytib beraman. Teddi va uning sherigi Chak ikkalasi birgalikda yopiq jinnixonaga kelishadi. U yerda og'ir ruhiy kasalliklar bilan davolanayotgan bemorlar bor edi. Ular Teddi u yerda g'alati tajribalar olib borilayotganligi, odamlar yo'q olib borilayotganligi haqida, psixiatrlar esa g'alati dori-darmonlar bilan odamlarga nimadir qilishga urinayotgandek ko'ringanini sherigiga aytadi. Teddi 67-bemorni anchadan beri izlab yuradi. Lekin eng qiziq joyi o'sha 67-bemor o'zi bo'ladi. Teddi ismi ham aslida anagramma hisoblanadi. Uning haqiqiy ismi Andrew bo'ladi. U o'zining farzandlari va xotinini orolda dengizda cho'ktirib o'ldirgan bo'ladi. Shu sabab xotirasini yo'qotib, umuman anagramma orqali boshqa ism tuzgan va hayotini boshqacha davom ettirayotgan bo'ladi. Va uning xotirasini ortga qaytarish uchun aynan psixiatrlar mana shunday rol o'ynashgan bo'ladi, shunday orolni tashkil qilishgan bo'ladi. Eng qiziq nuqtalardan yana biri, ko'pchilik tushunmagan joyi, filmning oxirida Teddi hammasini eslagandan so'ng shifokorga aytadi: "Chak, biz bu yerdan ketishimiz kerak, bu yer xavfli joyga o'xshayapti", deydi. Va shifokorlar bir-biriga ishora qilib, u tuzalmabdi deyishadi. Lekin u oxirida bir gapni aytadi: "Maxluqdek yashashmi yoki insondek o'limmi?" Va shundan keyin psixiatr uning nimani nazarda tutganini tushunadi. Aslida Teddi o'ziga kelgan xotirasini eslagan va shunchaki u o'tmishdagi xotiralar bilan yashay olishi qiyin ekanligini tushunib yetadi va bemorni polni miyasini tozalab, Teddi sifatida faqat endi yaxshi odam sifatida yashashiga yordam berishadi. Barcha xotiralarni unutadi. Final yakuni mana shunday edi. Yana qaysi kinolarni tushunmagan bo'lsangiz kommentariyada yozib qoldiring.